Usta Husniddin, mana shu DTPga uchragan Matiz avtomobili necha pul rasxodga tushyapti? Mana shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Egasi xohishiga binoan kapotini almashtirib yuboramiz. Krilosini ham, farasini ham. Narxlarga keladigan bo'lsa, kapotimiz narxi 500 ming so'm, krilolimiz narxi 300 ming so'm. Faramiz ham sinib ketgan 300 ming so'm narxi. Xo'p. Demak, 1.100.000 so'mga materiallarni olib beradi. Kraskasi, polirovkasi sizning hisobingizdan bo'ladi. Usta xizmati ideal holatda, zavod holatiga keltirib berishingizni narxi qancha bo'ladi? 1 million so'm bo'ladi xizmati. Demak, 1 million so'm evaziga kraskasi ham sizning hisobingizda, polirovkasi va mana shu mehnatlarni siz ideal holatda qilib berasiz 1 million so'm evaziga. Necha kun mobaynida bu mashinamizni tayyor qilib berasiz? 2 kun davomida tayyorlab beramiz. 2 kun mobaynida tayyor qilib minib chiqib ketsa bo'ladi. Demak, mana shu DTPga uchragan Matiz avtomobili 2.100.000 so'mga ideal holatda, tayyor holatda bemalol minib chiqib ketsa bo'ladi ekan. Bemalol murojaat qilsa, ishlarni kanalimiz obunachilari uchun DTPga uchragan mashinalar hammasini chiroyli holatda qilib berasiz.